Hazır oğlanı cıxlap ketkenige qara. Şunun oğlum ni oğlalıdek çoğ olsun dep veş erkin koyutma. Veş yürükü babırımda bir çoğ olsun deymen qadaş. Voy Nocigül, sen yürek dep qapsan, oğlun olacak qara 10 şırının yürük vacıma. Aldın ketdim bizning oyga qolgan chaqda esingda borda daş. Ay yo'ldishimda muhim hujjatlarni yuvib etib, tas qoldi jinim erim xizmatidan ayrilib qoldim. Peki yomon ne adaş ya balam ben? Korkmayır, fakat tatlatmaydı. Diyen no iPad'i gördüm ama içtik birine şalak deydi cumada. Oytinen bulandı ki deymen onu yomonlaştı nesneye. Şalaq iştib yuk litrga emas, qanday ishtirkin aslarni. Ishqilib, lekin hamda ancha-muncha ba'zi ishlarga oydab qo'ysang bo'ladimi deyman adaş hamda. Adaş hem sen qiynapam deb qopdun go, hay demeysiz deb adaş. Aş ayalmamış bizi bazarça oylab qalsaq balığımızdan hay demeysiz deb iştimni bek sıqıdı qara. Oy men bir şançanlaq yapasaq alah balam nimni ağın kes alah deb qo'ylasam bugunga her ming bir narsalarni her qimmat bir nimalarni o'yinchoq deysiz oyoqlarni ol demasmi? Aş ayalma. Balığımızdan hay demeysiz deb voy men bir bal tug'ishib berganmi? Bir balı beqishib berganmi? Hay demey men qandaq deb gitmam deyjib biri. Ay Nocigül, hamda o'zingning pulni qanday ishlab bersang mayli, lekin hamda bol deganga qara. Mana sizlar osonga qo'lga kelmagan, qadrlashni o'rganaylik deb tarbiyalarni bermasang, hozir yetish bo'g'ini ulardash cho'ng'ancha yetishmay qolasizmi-ki do'stim? Oldin qitim esingizda bor do'stim, xalqning boshida mashinasini jijab qo'yib, oz ziyon solmadi sana. Uning bekchiq pul to'lab ketdi qanday. Endi pul to'ldik deb var vaqirab urib ketay desam, qo'rqancha xo'p qolmasin o'g'an bola o'g'anniki deb adash. Gap qilmadim qara endi. Endi gap qilmaysan bolamni erkin baqaylam deyilgansa adash. Endi erkin beqish bilan bolamni tarbiyani bildirib, tarbiya so'ndirib, buni adab axloqlik qilib tarbiyalash kisish mas'ul adash. Endi erkinlik desam de odamlardan boshqa narsalarni qila erkin qo'y jinim do'stim. Do'stim endi sizmi bek ashuratli mening adash to'xta. Bolam boshqalarning bolsiga ama tashiyotda chaqirib bekla tomoq yeymidi. Tomoq yavasin buyurtib beraylar baydan beri. Bu balani ash qilib bundaq yerlarda boshqurib gap qilg'im yo'q adash. O'ynasina bo'pti bejan. Ha uni tomoq ye desam uchun yemaydi qara. Endi sen qo'y linshig'amroq. Ash obayning yo'q kag bir munch mashina linshi yeb kagandigina. Obot o'ynasina niye kelsa adash quloq mengimizni o'chaq. Adaş qilib sana mush boshqa narsanga aralashmasaqmi mayli, mush balang ushaq yemeklik berdigan ishingni sal o'zgarsanglar tanlab beramsan yoki nima yeysan yana beraveramiz. Qanday narsa yeydi bana? Adash kunda 400 qo'yliq bir narsa yeydi qara. Bo'pti deb berma pulnimda bir cho'ng olsin o'g'an balagankin deb digina. Oy isu narsa yeydi bu her chatanning jinko lingshidan o'z ap yeydi qara. Endi bol deganga qat'iy ushaq yemeklik yema degil bo'lmaydi. O'g'larning xo'shaligi shunaqa. Lekin bergancha buniki tarkibi qandaq? Nada qandaq bo'lgan, qandaq materiallarni ishlangan degan qaraydigansa, do'yin deganda kunda shu hal qilsan o'chigil. Ko'mayaptamsa qalaymiqanmi shu kelish manbasi yaxshi bo'lmaganmi shu ushaq yemekliklarni bo'lishiga yeb, har og'rib qolayotgan bolalarning bog'ligini. Endigincha adash, hozirmish ba'zi ushaq yemekliklarni yeyish sababidan ba'zi bolalarninki mana balog'at ketish yeyish yo'q qara kichiklab berib bu bizni o'ylantiradigan masalalar. Diqqat qilamsan o'chigil. Bilmaydigan men yemaysan yeginalda. Mana o'ylab bolaning salomatligi eng muhimdir, erkinlikdimi do'stim? Ensretding o adamni payzgul. Ay nima yegizsan buldamsiz buningga? Nima? Men bolamga mushu yemeklik tanlagan chog'da adash, men haqiqiy yeşil yemekliklardan bunda yerda unadigan haqiqiy bir oshliqlardan ishlab chiqarilganmi yoki sun'iy usulda ishlangan degan narsaga bakra qarayman. Maqitim ko'rishdik deb men bolamga berdigan mana mushu makash-makashninki yurishlik mush ushaq yemekliklarini sanab kelgan. Bunun bir yaxshi yeri nima ekan masalan, mana qo'noq ishlangan qo'noq donchisi, tamlik qo'noqdanchisi. Andan keyin ma'vo mas qo'noq ituldirmasi, andan keyin masalan mushu optap parasini gazirdan ishlangan mushu gazir mig'izi qatorliq narsalarnikini berdigan bo'ldim. Endi buning narxi xotirjam qoldi desang, birinchidan yerda ungan haqiqiy oshliqlardan ishlangan. Eng muhim buning ishlangan mayninkimi shundoq sufti yaxshiymiş bolalarimiz ziyonsiz bo'lgan maylardan ishlab chiqarilgan narsa. Bundan narsani tanlab bermamsan. Oy sen bek bilsanmish narsani men uchun nima yeysan yerda aytganman, kenlariga qarmaydi ekanman. Do'stim, men deganda ko'ngil bilsajimi balamga. Ay buningga mushni beraychi bo'pti. Qo'shaloq shuningdan kildi degina men o'zimni yeb qo'yamdim nima? Adash o'ydim, bek aytma, yapaqama bek payza. Men maqtamni bilmek yaxshi.